59.900 dollarga 82 kvadrat metrlik xonadon ko'rsataman, akalar. Pul yeydigan, katta rasxod ketadigan joylar уже tuga bo'lingan. Asosiy mana shu bitta emulsiya qilib turib, tark etib turib yashab oladigan xonadon qilib topib qo'yganman. Qaranglar. Novostroyka bo'ladi domimiz, akalar. Umumiy maydonimiz 82 kvadrat metr. Mana patoloklarni ko'rasizlar, gips kardonlari qilingan. Elektrik ishlari hammasi tugatilgan, ko'rasizlar. Hamma narsasi tayyor. Santexnik ishlari ham tugatilgan. Shunda devorni emulsiya qilasizlar, aboy yopishtirasizlar, tarket qilasizlar, bo'ldi. Tarket mana ko'rasizlar tayyor. Stechkalari qilingan, topli pol bor, qo'shimchasiga radiator ham bor. Akalar, bu men turgan joyim mehmonxona bilan oshxona bo'ladi. Kollaboratsiya qilingan studiya formatda, ikkita derazasi bor. Xohlasanglar, o'rtadan перегородка qilib turib, bitta eshik razdvижный ochib yuborsanglar ham bo'ladi. O'shanda alohida mehmonxona, alohida oshxona qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Xo'p, mana bu duxkonturniy kotyonlari joylashgan, gaz sho'chkiklari joylashgan, tok o'chiradigan stabilizatorlarigacha bor. Televizorga joy tashab ketilgan. Shundoq kirib, o'sha men aytgandek, emulsiya qilasiz, aboy yopishtirasiz, kirib yashab olasiz. Mana bu asosiy ishidan kirganda katta hol bo'ladi. Ko'rasizlar, bu yerda ham gips kardonlari, patoloklari qilingan, elektromontajlari tugatilgan, stechkalari qilingan. Xo'p, asosiy ishidan bu yoqqa yuradigan bo'lsa, chap tarafimizda umumiy sanuzolimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham mana gips kardon bilan shaxtalari yopilgan, kafilga tayyor qilib qo'yishgan. Mana bu yerda santexnik ishlari ham tugatilgan. Bu yoqqa yuradigan bo'lsa, yana bitta kichkina koridorimiz bo'ladi. Bu yerda ham mana gips kardonlar bilan yopib qo'yishgan. Bu yoq tarafda bitta detskiy xonamiz bo'ladi. Detskiy xonaning ham patologlarini ko'rasizlar, gips kardonlari tayyor, stechkalari qilingan, radiatorlari qo'yilgan, topli pollari qilingan, rozetkaga joy tashab ketilgan. Buning yonida родительский spalni bo'ladi. Ozgina родительский spalni mana shu tarafi planirovkasi qiyshuvroq tushib qolgan. Bu yerda ham mana gips kardonlari tayyor, ko'rasizlar. Televizorga joy tashab ketilgan, mana rozetkalarga, ключателlarga joy tashab ketilgan, bitta, ikkita radiator bor va topli pol qilingan. Endi balkonga chiqamiz. Balkonni kaltini topa olmadi, o'shaning uchun mana shu oynasini yechib olib qo'ydi balkonga chiqish uchun. Mana ko'rasizlar, balkonning kattaligini, kengligini ko'rasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Endi buni lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, Chilonzor 15-kvartal Zhukovskiy banitsa bo'lyapti. Aniq mo'ljalimiz o'zi xalq tilida Chilonzor 15-kvartal Zhukovskiy banitsa deyiladi. Atak o'zi Uchtepa rayoniga kiradi. Mana bitta shunda mana dom orasidan chiqsa banitsa Zhukovskiy, mana bitta archa ko'cha. Ko'rasizlar, lokatsiya просто bomba joy. 7 qavatli domni 6-qavatida joylashgan Novostroyka bo'ladi. 82 kvadrat metr okalar. Xo'p, liftlari ishlayapti, qo'shnilar ko'chib kelgan, podyezdni ham bitta ko'rsatib o'raman sizlarga. Mana ko'rasizlar, liftlari ishlayapti. Mana podyezdlarni ko'rasizlarmi? Akkuratnik kattaligini ko'rasizlarmi? Hamma aholi ko'chib kirib yashayapti o'sha. Xonadonimiz ham bitta joylashgan bo'ladi. Narxi 59.900 dollar startli narx akalar, sunnatiga ozgina o'tadigan joylari bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastga qoldiraman.